himmatda, siz doimo izzatda. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang opa singillar, sizga salom yor yor. Qabul aylang opa singillar, sizga salom yor yor. Kelin salom yor yor, yana salom yor yor. Hazor Ali yuzlarda xollari, tillarda bollari, yuzlarda xollari, tillarda bollari. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang ammalari, xolalari, yangalari, qo'shnilari, sizga salom yor yor. Qabul aylang azizlarim, sizga salom yor yor. Kelin salom yor yor, yana salom. Kelin salom yor yor. Ko'p yashang, ko'p yashang, ko'p yashang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Hech kimni ko'rmasaman, sizni ko'rgim. Voy, aylanib ketdi. Voy, rahmat. Ana. Voy, voy, ana. Mani ko'ylagimni bosibdi. Qo'l mehnat. Rahmat, rahmat. Qo'l mehnatlari. Moraya bitsin. Rahmat. Ana, qo'l mehnati. Voy, xudojon. Ana, qoyil. Bu ham qo'limgami? Ana. Ko'rdinglarmi? Muborak bo'lsin. Qo'lloq mana voy. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Polislar ko'rmasin. Bu ham chiroyli. Ilohim, ana voy, Isroillarni qarang. Xudo xolasa buni yaxshi qaynanani o'ynaganida chiqaman. Televizorda ko'rasizlar, xudo xolasa. Mana shu Hay rahmat. Xudoga shukr. Mayli. Mana shundoq bir-birimizga ilinib yuraveraylik. Kelinlarimiz xudo xolasa mana shundoq salomlarni aytib, salom qilgan kelin qo'shiga ham rahmat. Sog' omon bo'ling. 9 oy 9 kun 9 soatda kelinlarimiz tug'ib bersin. Qizdir, o'g'ildir, sog'lom bo'lsin. Biz esa allalar aytib charchamaylik xudo xolasa. Toshlarda tug'ilgan bolam, boshginang toshlarday bo'lsin. Umring bilan rizqing ham tutashgan qoshlarday bo'lsin. Umring bilan rizqing ham tutashgan qoshlarday bo'lsin. Allalar aytsin, onasiyam uxlablar qolsin bolasi. Allalar aytsin, onasiyam uxlablar qolsin bolasi. Suvlarda tug'ilgan bolam, suvlarday aziz bo'lib yuray. Ko'z yoshi suvday oqmasna, alam armondan yiroq yur. Ko'z yoshi suvday oqmasna, alam armondan yiroq yur. Allalar aytsin, onasiya uxlablar qolsin bolasi. Allalar aytsin, onasiya uxlablar qolsin bolasi. Uxlablar qolsin bolasi. Uxlablar qolsin bolasi. Ilohim farzandlarimiz, nevaralarimiz beshiklarda uxlab dam olsin. Kulib uyg'onsin. Taqtaqa qilsin gavora, dushmani bo'lsin ovora. Isiriq shay'ul bo'lsin. Uxlab dam olsin, kulib uyg'onsin. Mana shunday chiroyli to'ylardan keyin qaynanalar
kelini bo'ladi. Kelini o'tirsa uboq, tursa suboq qiladi. Kutib o'tiradi. Shu bitta xatoga yo'l qo'ysak, o'ymasam. Zerikadi. Ha, ashida. Ishi ko'p. Ishi ko'p. Qayerdan ishi yo'q? Voy hammani kelini turib boqlik ish qiladi, mani kelinim o'ngacha uxlaydi. Voy tavba, kelin degan bunda bir voqlik turmaydimi, ha? Voqlik turmaydimi? Sizda kelin bormaydimi? Nechta turadi? Kelin degan bunda bir voqlik turmaydimi? Ko'cha supurmaydimi, suv sepmaydimi, qo'shnilarga salom bermaydimi, gullarga suv qo'ymaydimi, sigiri sog'maydimi, sutini olaga qo'ymaydimi, mollarga o't, qo'ylarga yemish, tovuqlarga doy bermaydimi? Kelin qilsin dedim. Ha, o'zingiz aytgansiz-ku, bitta uydan bitta odam chiqsa, o'zini manchiqli deydi. Ko'rdingizmi? Xotinini yonini oladi. Xotin shirin. Uylangandan yomani unutib qo'ydi. Unutib qo'ydi. Shu xotinini avvallar olam dermadi, qo'shqari bir yildan men onamdirman deyapti. Xotinimdirman deydi. Xotiniga sotildi. Voy dod, agar shuncha uyda ovqat qilmaydi, dasturga qiladi. Qachon qarasangiz o'g'limni cho'ntagini quritadi, dasturga qiladi. Biza har doim ovqat qilardik, to'g'rimi? Va kelin o'zim ovqat qiling desam, voy men charchadim, voy menga zararmi? Ana dasturga qildiryapman dedi. Dasturga bo'lgan qarab qo'y. Avvalo esinglardami? Agar uyda ovqat qilinmasa, fayz baraka ketadi deyishadi, to'g'rimi? Har kun uyda ovqat qilinardi. Qadami? Voy tavba, hozirgilarga dasturga chiqdi ado bo'ldi. Ana kun oshxonadan go'sht hidi chiqdi. Xursand bo'ldim. Voy dedim, nechu dedim, ovqat qilyapti dedim. Bunda oshxonaga chiqdim, poyladim. Oshxonaga chiqsam, haqiqatdan go'sht hidi kelyapti. Kapkirda bunda qo'yapti. O'zini avlodi kelar ekanda. O'zini avlodi kelganda ovqat. Sizni qo'lida telefon bo'lsin dedim. Mana ko'rdingizmi onajon? Mana qaynonam bir parcha go'sht berdilar. Mana shu bir parcha go'shtdan ovqat qilishim kerak. Bu parcha go'sht, bir parcha go'sht kimga yetadi? Men qassobning qizi bo'lsam, o'zim to'ylayman, bir parcha go'sht. Mana ishongaysizmi onajon? Telefon qozonchiga kirib ketdi. Onaga svodka beryapti. Bir parcha go'sht berdi qaynonam deb. Voy kelin dedim. Nima qilasiz? Onangizga svodka berib dedim. Ha, onangiz o'g'lini qisqartirish nima keragi bor dedim. Bir parcha go'sht beramanmi, ikki parcha go'sht beramanmi? Ha, o'shanga ovqat qilganda mehr berish kerakmi? Qayerdan yaxshi. Kanalga qayta tushib qo'yamiz. Siz svodka berib turasizmi? Yo'qmi? Svodka bersa onasini umri qisqaradi-da. Mana shu onaga svodka berguncha, mana svodka beradigan bo'ldi. Onaga svodka berguncha bilasizlar nima bo'ldi? O'sha bir parcha go'shtma kuyib chinchayib chiqibdi. Ana. Bir parcha go'shtdan hech narsa qolmagan. Qop-qorayib ketgan. Ana ko'rdingizmi? O'shanga mehr bersa, o'shandan zo'r ovqat bo'ladi, to'g'rimi? Yo, men mana qo'shnimda 7 ta kelin bor. Hammasi voy qaynonam. Ammo lekin hammasi qaynonam yaxshi, xo'jayinim yaxshi, oilam zo'r, kamchilik yo'q deb onasiga svodka beradi. Nima uchun? Onasining umri uzaysin deb. Onaning umrini uzayishni xohlagan kelin, qiz faqat yaxshi svodka berish kerak. Mayli, nima? Qaynonam. Qiynalsa o'zing onang qiynaladi.
Doğru mu? Qo'shnimni kelinlariga havasim kelardi. Doim maqtashadi. Mana xonaga suvotga berguncha go'sht jinjagi chiqib qorayib qoldi. Keyin mayli deb jo'ravdim. O'g'lim menga material olib keldi. 8-martga. Xursand bo'ldim. Mayli 4,5 kilo tuqqanimga rozi bo'ldim. Bir mahal kelinim ham material olib chiqdi. Mana oyim menga olib ketdilar. Mana ko'ring. Ha bir kun keyin olib kel unga. Men bir kun xursand bo'lay. Yo'q, darrov xotiniga ham olib kelgan. Unga ham chidadim, mayli indamadim. Borib qarasam, uniki mana material mamnaqa asl, meniki tufta. Unga ham bilib qoldim. Unga aslini beribdi, menga tuftasini beribdi. Xafa bo'ldim. Ha, balama dedim. Seni men tuqqanman, bu 4,5 kilo dedim. Menga dedim yaxshisini berish o'rniga xotiningga beribsan. Menga tuftasini beribsan. Sen bitta do'kondan oldim dedi. Xo'p, sen adashibsan. Sotuvchi bilmabdi, xotining-chi dedim. Kelin baloni o'qili biladi. Hamma yaxshi yomon eng o'xshaman desam. Indamay qo'yib qoldim. Hashalar aytallami? Qayta shu qilishingiz kerak. Aytmoqman. Hammasi o'zgacha ekan. Ha, yo shunday alla aytamiz faqat. Aytadi. Siz videochisimisiz? Kamerasi. Instagramga ham. Nasib keldi. Jamoat olib chiqdi. Qo'rqadan tashladi. Nimaga ko'tarding? Bizlarni avvalda hech kim so'qoqni ko'tarmagan. Mana o'g'aylar 30 yillardan turmush qurgan, bir marta ko'tarmagan. Sen ko'tarib o'tirsan, bizlarni traditsiyamiz buziladi. Endi onam mana sabab bor. Nima sabab? O'ziga borib, "Voy, kasal ekan" dedi. Ay, bo'ldim senga bu qizga uylanma, hammasi kasal. Qiz hammaga tortadi. Yo, hammasi yaxshi. Ha, unda nimaga ko'tarding? Edana o'ziga tushirdim dedi. Esaga keldi. Amay, unda ko'tarib o'tirdi. Xudo xohlasa. Mana shunaqa endi er xotin baxtli bo'lsa bo'ladi. Bir-birini tushunib, bir-birini yaxshi ko'rib, bir-biriga mehr berib, farzandlar tug'ib bersa, man katta qilay, Xudo xohlasa. Ilohi baxtli bo'lsin. Hammasi ham qo'shaqa bo'lsin. Gapiz atirgulday xushbo'y bo'lsin dilingiz, vafoli bo'lsin doimo aytgan so'zingiz, hilol suvlarday toza bo'lsin qalbingiz, anhordagi suv kabi uzun bo'lsin umringiz, ravnaq topsin sizdan doim yoru do'stingiz, farzandlaringiz. Ana endi qo'shiqni boshlaymiz. Hayitlarimiz Dünya külke sizden almışan dozalar, Özbekimden bir kere
Bunu koyduk.